Abdulloh degan qora aka mana bu rasmdagi bo'ladi. Menimcha hammanglar tanisinglar kerak. Bu O'zbekistonga aeroportdan tushishi bilan uchrashibdi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Jasmin Trans bilan Sardor gangsterni ham shunaqa tiqish kerak qamoqqa. Toshkent viloyatida yashovchi 26 yoshli shaxs 2024-yilning oktyabr-noyabr oylarida Koreya Respublikasida bo'lib turgan vaqtida o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi ommaviy sahifalari orqali millatlararo nizo keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan milliy qadr-qimmatni tahqirlovchi hamda diniy e'tiqodga ko'ra fuqarolarni kamsituvchi so'zlar bilan O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga nisbatan qator haqoratli chiqishlar qilib borgan. Mana shu ijtimoiy tarmoqda kim o'zbek bo'lsa u davlatni men tan olmayman. Bu davlatni men shu deyapsan sen chiqib olib ber. Senlar deyapsan, sen o'zbeklar deyapsan. Butun millatimiz. Sen vatanning nonini tuzini yeding va tutyapsan mana shu tuzliqqa. Man Jugay Valeriy ijtimoiy tarmoqda xalqimizni haqorat qilganman. Men hammasini shu aktiv uchun qildim, tanilishim uchun qildim. Lekin bu narsani hammasini tushunib yetib, juda qattiq pushaymonman. Hammadan chin qalbimdan men kechirim so'rayman. Juda qattiq pushaymonman. Iltimos qolaman, meni kechiringlar.